aeroport samolyotda chidaman. Ana video qilishga ruxsat beradimi yo'qmikan bir so'raymiz hozir. Boshi shu tarafdan. Assalomu alaykum. Video ko'rsatib bo'ladimi? Nima gaplashib Yo'q, kabinadami kiraman? Ha, bu yoqda. Просто so'rab Salonni oling. Salonda bo'laveradi. Pastki talonimizni ko'rsatyapsiz. Nima edi? Eshik qalin ekan, qaraydi. Bu yerda bitta nelarda? Şunu ocağımız var. Şu karşı. Çekler. Neden mi? Kitap numaranı bırakın. Nasıl için? Burada kendine mahvur. İki koyalım. Buna mana bu yerda zaryadchiklar ham bor ekan. Naushnik bormikan yo'qmikan? Naushnik. Nimchani boshingizdan o'tkazib kiying. Kamarlarni ortidagi qisqichga kiriting va uchidan torting. Nimchani havoga to'ldirish uchun ikkita qizil qalpoqchani keskin pastga torting. Chiqishda qiynalmaslik uchun nimchani samolyotni tark etayotganingizda havoga to'ldiring. Alohida naycha orqali nimchani qo'shimcha havoga to'ldirish mumkin. Lampochka yoqish uchun batareykadagi tasmani pastga torting. Спасательный жилет для аварийной посадки на воду расположен под вашим креслом. По команде экипажа достаньте жилет из упаковки, наденьте его через голову, оберните ремень вокруг талии, застегните в центре и туго затяните. Чтобы надуть жилет, резко потяните ручку надутия жилета. Не делайте этого внутри самолета, надуйте жилет при покидании самолета. Поддувается жилет через клапан поддува, лампочка загорается автоматически при погружении в воду. In case of ditching, the life vest is located under your seat. On crew command, remove the life vest from the packaging and put the vest over your head. Rope the belt around your vest, fasten the belt in the center and tighten it. To inflate the jacket, pull the inflatable down. Do not inflate inside the cabin, do it in the moment of your leaving the plane. Use these tubes to blow the jacket up. The light will automatically illuminate when immersed in water. Batafsil ma'lumot oldingizdagi o'rindiq cho'ntagida joylashgan xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatilgan. Подробная информация предоставлена в инструкции по безопасности, которая находится в кармашке кресла перед вами. You can get more information from the safety information card, which is located under the seat pocket in front of you. Hozir iltimos xavfsizlik kamarlarini taqib, stolchani yig'ib, illyuminator portalachalarni o'ching. O'rindiq suyanchig'ini til holatiga keltiring. E'tiboringiz uchun rahmat. А сейчас, пожалуйста, застегните ремни безопасности, закройте столик, откройте шторку иллюминатора, приведите спинку вашего кресла в вертикальное положение. Благодарим за внимание. Please fasten your seatbelt, your tray table, and open your window blind. Put your seat belt to the upright position. Thank you for your attention. Tezlash, orqaga ketayotgansan, zo'r ekan.
ovqatlarni qarang nimalarni bor. Aka. Mana u hamma narsa bor ekan, kolbasa. Mana bu nimaligini bilmadim. Ko'p narsa ber ekan. Yoqimli ishtaha. Xo'sh, obedlik keldi samolyotda. Qani nimalar bor ekan? Bu nima ekan? Boshqa? Bu ana tarqatib yuraverishar ekan. Birinchi suv beradi, keyin ovqat beradi. Nihoyat Sarmelsek bo'lib qo'shiladi. Svetchasi zo'r ekan lekin. Hoppa. Sharm el Sheikh aeroportiga kiryapmiz. Aeroport ichida konditsionerlar ishlayapti. Hozir Misr vaqti bilan qariyb 4 bo'ldi. Bizada soat bilmay 2 soat qo'shaverasizlar bizada soatga. Hop, davom etamiz. Hop, registratsiyadan o'tib oldik. Mana bu narsalarni to'ldirdik. Amallab. Oldin telefonlarda foydalanganmiz, endi bagajimizni olishga
registratsiyaga o'tishga boryapmiz. 21 avtobus deb belgilab berdi. Sizlarga mana bu biza bilan kelgan stewardessalarni ko'rsataylik. Ular bizani samolyotda kelgan stewardessalar. Xo'sh, sumkamizni yetib kelib oldi. Belgilar qo'ydik. Bagajimizni oldik. Endi tashqariga chiqamiz. Bizlarga 21 avtobus berkitilgan ekan. Shu bilan gaplashib ketamiz, xudo xolasa, mehmonxonaga. Sharm el-Sheikh aeroporti. Tashqari salqin. 2 soat farq qilayotgan bizlar bilan. Fotozona bor ekan. Aeroportdan chiqishda sim karta olishimiz kerak, chunki baribir kerak bo'ladi. Mana bu yerda maskalar ham bor ekan. Shu yerdan sim karta sotib olish to'g'ri variant deb bilamiz. Hammasi pullari bilan yozib qo'ygan. Narxlari bilan. $10 ekan. Oyoq nimalari $5. So'raymiz endi qaysi ma'qul bo'lsa o'shani olamiz. Также и он во время встречи расскажет вам важную информацию об отеле, о городе и даст полезные советы по поводу вашего отдыха. Он скажет вам, что входит, что не входит в отеле, что платно, что бесплатно, чтобы нету сюрпризов во время отдыха. Даже если вы отдыхали раньше в Шарм-эль-Шейхе, это не имеет значения. У нас правила постоянно меняются. И сейчас сообщу вам, во сколько будет встреча в каждом отеле. Пишите, пожалуйста, за мной, чтобы не забудьте. Sunrise Rimal Resort завтра в 12:15. Да, в холле ресепшена. Рихана Бич завтра в 9:00. Coral Sea Water World завтра в 11:00. Барутель Лагун завтра в 9:00. Еще раз. Рималь Резорт 12:15. Рихана Бич в 9. Барутель Лагун в 9. Coral Sea Water World в 11:00. Все ясно?